O günlərdə Hazreti Ayşə toğrusidagi xabarni anglagan Hirotxon qo'l ostidagilarga bu odam cho'mildirguchi Yahyo bo'lsa kerak. U cho'qim o'limdan tirilibdi. Uning favqulodda qudratlarga ega bo'lganligining sababi ana shu, dedi. Hirotning bundaq deyishining sababi u o'gay aksi Filipning ayoli Herodiyani tortib olganda, u ayolning talbi bilan Yahyoni tutqun qilib zindonga tashlagan edi. Chunki Yahyo Hirotga akangning ayolini tortib olishing Tavrat qonuniga xilofdir deb kelgan edi. Hirot shu sababdan Yahyoni o'ldirmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, biroq xalqdan qo'rqqan edi. Chunki xalq Yahyoni payg'ambar deb qaraydi. Hirotning tug'ilgan kuni ayoli Herodiyaning burunqi erdan bo'lgan qizi o'tirg'i chiqib, usul o'ynab berdi. Bu Hirotga shundoq yoqdiki, qizga nima tilisa, shuni berishga qasam qildi. Qiz onasining kushkurtishi bilan darhol cho'mildirguchi Yahyoning qolisini elib, bir taxsiga qo'yib akining, dedi. Hirotxon buningga o'ng'aysizlangan bo'lsa-mu, mehmonlarning oldida qilgan qasmi tufaylidan bu talabni o'rindashni buyurdi. Odam avatib zindonda Yahyo payg'ambarning qolisini oldi. Bir taxsiga qo'yilgan qolla qizning oldiga elib kelindi. Qiz buni onasining oldiga apadi. Yahyoning shogirdlari berib, jasadni dafn qildi. Ondan Hazreti Ayşaga ahvolni xabar qildi.